Shunaqangi vrach mutaxassislarimiz ko'paygan sari mani ishim ham ko'payaveradi va menga foyda keladi. Lekin bemorlarimizga ziyon bo'lyapti. Hurmatli ayrim bir qo'shtirnoq ichidagi ortoped travmatologlar, qachon sizlar bu ishlarni yo'qotasizlar? Sizlar agar shu tempda ketadigan bo'lsanglar, bemorlar soni oshib ketaveradi. Qaranglar-da, именно umurtqa pog'onasi deformatsiyasi bilan bog'liq kasalliklarda qachon sizlar bemorlarga sayoz ma'lumot berishni yo'qotasizlar? Bu o'zi o'tib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi degan tushuncha, g'oya, fikrni qachon yo'qotasizlar? Afsuski, umurtqa pog'onasi deformatsiyalari bu juda ham murakkab kasallik hisoblanadi. O'zidan o'zi o'tib ketmaydi. Rost agar davolashni bilmasanglar, lutchi davolaydigan mutaxassisga jo'natinglar. Biza mana bitta skoliozni davolash uchun yillab kurashamiz-da, harakat qilamiz shu bez operatsiya misol uchun shifo topib ketsin deb. Lekin sizlar birgina o'sha oddiy sussin, uxlab qo'ysin, kalsiy ichsin, yaxshi bo'lib ketadi degan gapinglarga ishonuvchi bemorlar ko'payadi va bu yoqdan kerak bo'lsa davolashga kech qolamiz-da. O'shaning uchun iltimos sizlardan bu kasallikka seryozni qaranglar va bemorlarga tavsiya berayotganinglarda ham seryozni tavsiya beringlar. Что ular tushunishsin bu kasallik oddiy kasallik emasligini, oddiy shamollashga o'xshab o'tib ketmasligini bilishsin. Jon insonlar, baraka topinglar.